Otam faqat
sog' salomat bo'lsalar, uyimizga baraka, tinchlik bo'lsa bas, buvijon. Qizim, sen otangni qochib qo'ydingmi? Yur unda, bizni uyimizga borib, sen choy qilasan, ovqat qilasan, birgalashib o'tirib yeymiz o'g'il qizim. Yur, oldimga tush qizim. Mana qizim, mana shu meni uyim. Mana shipirgini olganda, uylarimni shipirgin qizim. Mana satirlarim har joyga yuribdi. Hamma joyim chang bo'lib yotibdi qizim. Borib satir olib kelib, suv olib kelib, hovlilarimni shipirib qo'ysa davomini bilan qo'y qizim. Zumrad, qizim, qayoqdasan? Qayoqlarga ketib qolding? Zumrad, qizim. Qizim. Otajon, qayerdasiz? Qayerga ketdingiz meni tashlab? Otajon, qayerdasiz? Men uyimni sog'indim. Otajon. Ha qizim, uyingni sog'indingmi? Balandlikka chiqib, qishlog'ingni tomosha qilyapsanmi qizim? Ha, buvijon, uyimga ketgim kelyapti. Otamni sog'indim, to'g'risi. Ha qizim, rahmat qizim. Aslida men seni uyni shipirish uchun chaqirmovdim qizim. Men uyni shipirishda, hovlilarni shipirishda, kosa-tovoq yuvib, suv olib kelish o'zimni qo'limdan ham keladi. Aslida men seni sinash uchun chaqiruvdim qizim. Sen juda aqlli, tarbiyali qiz ekansan qizim. Ota-onangga rahmat senga. Seni hozir men mukofotlayman qizim. Rahmat, buvijon. Minnatdorman. Sizning sovg'alaringiz, mukofotlaringiz kerak emas, buvijon. Otam sog' salomat, baxtimiz tinchlik. Yurt tinch bo'lsalar, oilamizga baxt bo'lsalar, otam sog' salomat bo'lsalar bas, buvijon. Menga hech narsa kerak emas. Baraka topgir qizim, sen hatto boylikka ham uchmas ekansan. Sen judayam aqlli qiz ekansan. Qizim, kel men seni mukofotlayman. Qizim, kel, sovg'ani olgin, kel ota-onangning uyiga bor. Qizim, mana shu eshikdan kirasan, ikkinchi eshikka kirib, o'sha ikkinchi eshikka ikkita sandiq bor. Biri qizil, biri oq. Qizil sandiqni baqa olib chiqqin qizim. Qizim, shu sandiqni uyingga olib borgancha og'zini ochmaysan. Maylimi qizim? Senga shu sovg'a, seni Alloh baxtingni bersin. Uyingga sog' salomat yetib borgin qizim. Minnatdorman. Xayr qizim, yaxshi borgin. Xayr, buvijon. Sog' bo'l, yaxshi bor qizim, yaxshi bor.
Tushundingizmi? Xo'p bo'ladi xotinjon. Yo'q, To'xta, quvvatim. Shoshma. Sen mana buni ol. Yo'lda och qolib qolmaydi. Xo'pmi qizim? Hamma narsani yeb ol. Yaxshi bo'linglar. Zumrad, qara, hech kim yo'q ekan. Qani, tez bo'l. Buni uyga olib kiramiz. Qani, tez olib yur. Qo'shnilar ko'rmasin taxir. Mana, shu yer Zumrad yurgan yo'llar. Sen shu yoqqa o'tir. Aniq shuni ahmoqcha ol. Ha, shu yer. Nima qilib o'tiribsan bir o'zing? Yolg'iz o'zing o'rmonga. Nima ishing bor? Voy, sen shunday yomon qizmisan hali? Onam meni sandiq uchun yubordilar. Zumradni olib kelgan sandiqdan ham chiroyliroq sandiq topaman. Ish qilmayman, o'zimga yarashmaydi. Voy qizim, sen hali shunday deb, sandiq olish uchun keldim deb. Qizim, meni uyimga bir o'zim yashayman. Uyim shipiriqsiz, hovlilarim suv sepkisiz. Hatto kosa tovoq yuvish uchun ham ozgina suvim yo'q. Men bilan yurib, kosa tovog'ini yuvib, uylarini shipirib berasanmi, qizim? Menmi? Men chayga bo'limni tekizmayman. Suv olib kelarmishman. O'zing qilaver. Gapni ko'p qilma, menga sandiq kerak. Tezroq ber. Sen aqlsiz qiz ekansan. Men seni Zumradga o'xshab aqlli qizsan deb o'ylabman, qizim. Senga hali sovg'a kerakmi? Ha, Yur undan. Arqamdan tush. Sovg'a beraman senga. Ajoyib sovg'a beraman senga. Kel qizim. Kel. Mana, shu yerga ikkita eshik bor. Ikkinchi eshikka kirib, oq sandiqni olib chiqib ketasan. Oq sandiqni olib chiqib, uyingga borgancha ochmagin. o'zim bilaman. O'rgatma menga. Ha, qizim, qizim. Ehtiyot bo'l. Yo'lga ochma yana, qizim. O'zim bilaman. Ha, men ham sandiq oldim. Endi onamni sevimlisiga aylanaman. Oyijon. Voy, qizim, qimmatim, keldingmi? Yaxshimisan, qizim? Ha, mana men ham chiroyli katta sandiq olib keldim. Voy, qizim, barakalla. Buni qara, qanchalar og'ir ekan-a? Buning ichida nima bor ekan-a? Och. Voy, vaqt topdi. Siz esa hasad va erinchoqlik bilan balo topdingiz. Onajon, qimmat opajon, iltimos, hasad qilmay qo'yinglar. Vaqt nima ekanligini endi tushunsangiz kerak. Ha, singlim, endi men ham sen kabi sabrli bo'lishga harakat qilaman. Mana endi uyimizga to'tib
adolat hamisha g'olib bo'ladi. Shuning bilan bugungi zumrad va qimmat ertagimiz nihoyasiga yetdi. Sizlarga ma'qul bo'ldimi, bolajonlar? Agar ma'qul bo'lgan bo'lsa, sizlar ham shunga xulosa qilib olgandirsizlar. Shuning bilan bugungi ertagimiz tugadi. Bugungi rollarni ijro etganlar bilan sizlarni tanishtiraman. Bu roliga o'zim rejissyor Zulfiya Niyozova, ona roliga bosh rassom Lobar Orolova, Zumrad roliga Shukrona Fayzulloyeva, qimmat roliga Shabona Fayzulloyeva, ota roliga Madina Melikova. Marhamat. Rahmat aziz bolajonlarim. Sizlar ham Zumraddek aqlli, farosatli qiz bo'lishlaringizni tilakdoshmiz. Rahmat hammalaringizga. Xayr.